Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Savol berdilar, ayol kishi burnini teshishlik mumkinmi? Buni islomda hukmi qanday dedilar? Biz bu savolni yana keyinroq qilib aytamizki, ayol kishi qulog'ini, burnini, kindigini va boshqa joylariga teshib ziynat qilishlik mumkinmi yoki yo'qmi degan masalaga bunga ulamolar javob berishgan. Avvalambor doimiy fatvo qo'mitasi ulamolaridan so'ralganda bu narsa joiz. Chunki bu ziynat Allohning xilqatini o'zgartirish emas, balki bu ziynat uchun bo'lganligi uchun joiz bo'ladi deb aytishgan. Va bu narsaga ko'p ulamolar, Hanafiylar, Molikiylar, Hanbaliylar va ba'zi Shofiylar bu narsaning joiz ekanligini zikr qilishgan. Tabiinil haqoiq sharh kunuzud daqoiq degan kitobida, Kanzud daqoiq kitobini sharhida nima quloq teshishlik va burun teshishlik qiz bolalarga joiz. Chunki bu narsada foyda va ziynat bordir. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vaqtida ham bugungi kungacha bu narsa qilib kelinadi va bironta inson bu narsani inkor qilmagan va bu narsa boshqa Maliki va Shofiylar kitoblarida ham zikr qilingan degan Hanafiylar kitobida kelgan. Hanbaliylar mazhabida ham Insof kitobida yosh bolaga emas, yosh qizlarga quloq teshishlik joiz degan nimani olib kelishgan va Buxoriyda kelgan sahih hadisda ham dalil qilib olib kelishadiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu yosh bo'lganliklari uchun aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bir Adha bayrami kuni birga edim. Shunda yonlarida bo'lganligi uchun, ya'ni yosh bola bo'lganliklari uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonlariga bir necha ayollar keldilarda xutba qildilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib xutba qildilar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ba'zi bir ayollar keldi shu xutbani eshitishlik uchun. Shunda bu Ibn Abbos aytayaptilarki, va bu ayollarni quloqlarida va burunlarida ziynati borligini, ya'ni shu bir ziynat teshilinganligi va u yerda ziynat qilingan shu bir uzukmi, sirg'ami, shunga o'xshagan bir narsalarni ko'rdim deb aytadilar. Bu narsani dalil qilib olishadiki ulamolar, demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida ayollar quloqlarini, burunlarini teshib ziynat qo'yishgan. Bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inkor qilmaganlar. Chunki bu narsa o'sha davrda tarqalgan bir ayollarning odati bo'lgan. Bu narsani hech kim inkor qilmagan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani bilib turib inkor qilmasliklari bu narsa joiz ekanligiga dalil bo'ladi. Vallohu a'lam.